zarrachasini ham boshqasiga berib bo'lmaydi. Barcha narsani yo'qdan bor qilgan zot uning o'zidir. Demak, alhamdulillahi robbil alamin ma'nosi nima edi? Barcha maqtov, hamd olamlar Robbisi bo'lgan Robbul alamin, ya'ni Allohnikidir. Keyingi oyatga o'tamiz. Ar-Rahmanir Rahim, mehribon va rahimli. Qanday qilib bu oyatni avvalgisiga bog'laymiz? Hozirgina Robbul alamin dedik. Alloh bizga sizlarni parvarishlovchi va o'stiruvchi menman demoqda. Ya'ni sizlarni bir holatdan boshqasiga o'tkazuvchi menman va sizlarni doim o'zgartirib turaman. O'sha o'zgarish biz yoqtirmagan narsa bo'lsa-chi? Masalan, boshingizga kelgan kulfat sababli hayotingizni anglashingiz mumkin. Shundan keyin u Ar-Rahmanir Rahim deydi. Qo'rqmanglar, u zot mehribon va rahimlidir. Uning rahmati onaning mehridan million marotaba ko'p emas, balki undan-da ko'p. Uning chegarasi yo'q. Xo'sh, nima bo'ldi? Robbul alamin bizlarni biroz titratdi. Menga biror kulfat keladimi, ey Robbim deyishgacha keldingiz. Ortidan esa qo'rqma bandam, seni bir holatdan boshqasiga o'tkazgan zot cheksiz darajada mehribondir. U seni yaxshi ko'radi, u senga o'ta mehribondir. Demak, yoqimsiz narsani boshdan kechirsangiz ham uning ortida muruvvat bor. O'sha muruvvat tomon yo'l ko'rsatildi xolos. Mana bu qismga ko'pchilik o'ylanadi. Xo'p, tushunarli, lekin Ar-Rahman va Ar-Rahimning o'rtasida o'zi qanday farq bor? Bir xil emasmi? Tafsir ulamolari buni shunday tushuntiradi. Ar-Rahman Allohning barcha mahluqotlarga bo'lgan rahim shafqatidir. Jonli jonsiz hammasiga. Bu hayotda u hatto iymonsizlarga ham noz-ne'matlar ato qilaveradi. Ar-Rahim esa uning mu'minlar uchun atalgan maxsus rahmatidir. Bu rahmat bizni jannatga boshlovchi rahmatdir. Masalan, yomg'ir faqat mu'minlarga yog'adimi? Xo'sh, yo'q, undan g'ayri dinlar ham manfaat oladi. Quyosh ham teng ko'tariladi. Mana bu Ar-Rahman ismining ko'rinishidir. Ammo Alloh faqat mu'minlarni jannatga kiritadi. Mana shu Ar-Rahim ismining ko'rinishi, ya'ni tafakkuridir. Endi keyingi oyatga o'tamiz. Hamma oyatlar bir-biriga bog'langan. Maliki yawmiddin, ya'ni u qiyomat kunining sohibidir. Yawmiddin kalimasidan shuni tushunish mumkinki, u hisob-kitob va jazo kunidir. Bundan avvalgi oyatda nima deyilgan edi? Bu yerda kuchli bog'liqlik bor. Ar-Rahmanir Rahim, mehribon va rahimli. Allohning rahmati haqida hadislar ko'p. Ularni o'qisak, ichki sakinatni his qilamiz. Demak, baribir jannatga kirar ekanmiz-da, shunga o'xshash xayollar kelishi tabiiy, xotirjamlik his qilamiz. Ba'zilar namoz o'qimaymiz, lekin Alloh o'ta mehribon deydi. Uning rahmati cheksiz, shu bilan o'zlarini oqlashadi. Ular shunday o'ylaydi. Alloh bizni kechirib yuboradi, keyinroq tavba qilib olamiz, baribir jahannamga tushmaymiz. Xo'sh, Ar-Rahman